Tirsak bo'g'imini og'rig'iga sabab bo'ladigan yana bir patologiyalardan biri bu bo'g'imning medial epikondilitidir. Bu patologiya majoziy ma'noda golfchilar tirsagi deb yuritiladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizga ma'lumki, tirsak bo'g'imini ichki yuzasida yelkaning medial do'mbog'i mavjud. Bu joyga bilakni bukuvchi muskullarining payi kelib birikadi. Turli xil xavf omillari natijasida bu sohada yallig'lanishli degenerativ o'zgarishlar kuzatiladi va bu medial epikondilit rivojlanishiga sabab bo'ladi. Medial epikondilit shu sohada yallig'lanishli degenerativ o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan patologiya hisoblanadi. Kasallik 45 yoshdan kattalarda ko'proq kuzatiladi va yer yuzi aholisining 1% dan ko'p qismi mazkur patologiyadan aziyat chekadi. Kasallikning xavf omillari fizik yuklamalar va sport mashg'ulotlarini noto'g'ri texnikada bajarish. Bunda bodybuilderlar, golf o'ynovchilar va arm wrestling bilan shug'ullanuvchilarda kuzatiladi. Shuning uchun ham bu patologiyani golfchilar tirsagi deb yuritiladi. Maxsus kasb egalari bu insonlarda qo'l barmoqlar uzoq muddat bukilgan holatda turadi. Bularga yuk ko'taruvchilar, yog'och kesuvchi va maydalovchilar, duradgorlar va boshqa kasb hunar egalari kiradi. Endokrin sistemasi va revmatik kasalliklarning borligi, semizlik va metabolik sindrom holatlari. Yuqoridagi xavf omillari natijasida bilakni ichki guruhida mikrotravmalar kuzatiladi. Bundan keyin yallig'lanish degenerativ jarayonlar boshlanadi va bu holat ichki epikondilyar sohada neoangiogenez, fibroz o'zgarishlar va og'riq sindromini kuchayib borishiga sabab bo'ladi. Kasallikning klinikasi sekin astalik bilan boshlanadi, rivojlanib boradi va og'riq doimiy tusga o'tadi. Og'riq yelkani ichki dumboq sohasida kuzatiladi. Qo'llarni aylantirganda, barmoqlarni bukilganda va ichki dumboq sohasi palpatsiya qilinganda og'riqlar kuchayadi. Bilak ichki mushaklarining og'riqli taranglashishi kuzatiladi va bu guruh mushaklarining kuchi kamayadi. Bemor qo'l barmoqlarini bukkanda qiyinchilik sezadi va ichki do'mboq sohasida shish kuzatiladi. Barmoqlar va bilak sohalarida charchoq hissi yuzaga keladi va kasallik siklik kechadi. Qaytalanish va remissiya fazalari bilan. Asoratlar noadekvat davo o'tkazilganda, ya'ni glikokortikoid moddalarni mahalliy ko'p qo'llanilganda shu sohadagi mushaklarning paylarida uzilish holatlari va og'riq sindromini doimiy tusga kirish holatlari bilan asoratlanadi. Kasallikni davolash, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini sistem qo'llash. Bu holat kasallik boshlangandan 2-4 haftagacha muddatda yaxshi samara beradi. Tirsak bo'g'imini ichki do'mboq sohasiga glikokortikoid moddalar bilan lokal inyeksiyon terapiya o'tkazish va shu sohaga gialuron kislotali moddalar bilan mahalliy inyeksiyon terapiya o'tkazish. Fizioterapevtik davo muolajalari, uvichi, elektroforez va davolovchi gimnastikalar. Tirsak bo'g'imiga harakatni cheklash uchun maxsus artezlar o'rnatish. Kasallikda konservativ davo muolajalari yordam bermasa, jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Mikrotenotomiya, denervatsiya va paylarni plastika qilish amaliyotlari. Agar sizning yaqinlaringizda shunday holat kuzatilsa, albatta travmatolog ortoped mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.